Bugungi videomiz ya'ni mana shunaqa bo'ylarni qanaqa qo'yish to'g'risida bo'ladi. Microsoft Store'ga kirasizlar, Live Wallpaper sketchat qilib olasizlar. Chrome'ni ochib olasizlar. Mail Wells. Mana shu saytga kirasizlar. Mana shundan tanlab turib, o'zingizlarga qo'yaverasizlar. Xohlasanglar ham poyezga o'zingizlar bilganini yozib turib qo'ysanglar ham bo'ladi. Misol uchun bizga mana shunisi yoqdi, to'g'rimi? Kiramiz ichiga. Mana buni play bosib turib ko'rsa bo'ladi videoni. Mana salbiy otilyapti, boshqa bo'lyapti. Endi buni sketchat qilamiz. Sketchatni bosganimizdan keyin bu yoqqa tushadi. Live Wallpaper ochasizlar. Mana bu yerda live, bu yerda o'sha sayt turibdi. Mana bu live. Men yozgan sejvoya bo'ylar mana. Bu yoqdan qaranglar mana. Sketchatni ustiga bosib turib, mana shu popkani ushaysizlar-da, qaranglar. Ushab turib, prosta olib kelib bu yoqqa tashlaysizlar. Mana tashlaganingizdan keyin mana bunaqa narsa so'raydi. Xohlasanglar bu yoqga aboylarni otini yozib qo'yasizlar. Xohlasanglar описание, bu shart emas. Prosta OK bosamiz. To'lyapti. Dars mana qo'yildi. Yana qanaqadir savollar bo'lsa kommentga yozinglar, atvet qilamiz.